Keyin ishlayman, biznes qilaman deb boshingizni qotirib qo'ymayaptilarmi? Mana sizga tayyor biznes. Chilonzor Atlas savdo markazining 2-qavatida joylashgan butik uchun mo'ljallashtirilgan do'konimizni sotilyapti. Voy, remontlarini yorib yuborishdi-yu, 72 kvadratga xuddi shunaqa joy qilishga o'zi qancha ketadi? Hozirgi kunda xuddi shunaqa do'kon qilaman. Siz mahsulotlarsiz mebel remontini o'ziga 25 ming dollar atrofida pul ketadi. Xuddi shu joyimizning arenda narxi esa 13 million 800 ming. Ushbu Dinastiya brendimizni 3 yildan beri faoliyat ko'rsatib keladi va o'zining katta klientskiy bazasiga ega. Ushbu biznesni xarid qilgan odamga mahsulotlarni chetdan qanaqa qilib zakaz qilish hamda biznesni qanaqa yurg'izish o'rgatib qo'yiladi. Bonus sifatida savdoni ko'tarish uchun do'konimiz oldidagi bujiteriya uchun joylari ham qo'shib beriladi va tizimlashtirilgan do'kon sotuvchilari ham mavjud. Ko'rib turibsizlar, do'konimiz ideal holatda. Shundoq kelib, ishi boshlab, gazini bosib yuborsanglar bo'ladi. Xuddi shunaqa hamma narsasi tayyor bo'lgan biznesni 100 millionlik mahsuloti bilan 15 ming dollar evaziga xarid qilish imkoniyatiga egasiz. Va eng qiziq joyi 50% to'lab, muddatli to'lovga ham xarid qilishingiz mumkin. Pastdagi nomerlarga telefon qilib, baraka qilarsanglar bo'ladi. Bizani kuzatishda davom eting.